Agar siz Toshkentdan Farg'onaga qarab poyezdda safarga yo'lga chiqqan bo'lsangiz, safaringiz mobaynida bir narsani payqashingiz mumkin. Ya'ni poyezd ma'lum bir vaqtlarda tezligini deyarli o'zgartirmay harakat qiladi. Ya'ni u burilmaydi, sekinlashmaydi ham, hatto to'xtamaydi ham. Shunchaki bir xil tezlikda oldinga harakat qiladi. Qiziq tomoni shundaki, xuddi shunday harakat fiziklar uchun eng muhim harakatlardan biri hisoblanadi. Chunki eng murakkab harakatlarni tushunishdan oldin eng sodda harakatlarni o'rganib, ularni tushunib olish kerak bo'ladi. Demak, bugungi mavzuyimizda biz fizikadagi eng sodda, ammo eng muhim harakatlardan biri bo'lgan to'g'ri chiziqli tekis harakat mavzusini o'tamiz. Tarixga nazar tashlaylik. 1825-yilda Angliyada birinchi ommaviy temir yo'l liniyalaridan biri ishga tushirildi. Temir yo'l liniyalarining rivojlanishi bilan yangi muammolar paydo bo'la boshladi. Masalan, poyezd keyingi manziliga qancha vaqtda yetib borishini oldindan qanday hisoblash mumkin? Hozirda bu savol juda sodda tuyuladi, lekin 19-asrda xuddi shu masala transport tizimining asosiy muammolaridan biri hisoblangan. Bu savolga javob berish uchun fiziklar va muhandislar harakatni matematik tarzda tasvirlashni boshlashdi va ular eng avval tekis harakat modelidan foydalanishgan. Tasavvur qiling, avtomobil harakat qilyapti. Birinchi soniyada 20 metr masofa bosib o'tdi. Ikkinchi soniyada ham 20 metr, uchinchi soniyada ham 20 metr, to'rtinchi soniyada ham 20 metr va xuddi shunday davom etib ketyapti. Ya'ni u teng vaqtlar oralig'ida teng masofalar bosib o'tmoqda. Fizikada bunday harakatni biz tekis harakat deymiz. Agar harakat yo'lining shakli to'g'ri chiziqdan iborat bo'lsa, biz uni to'g'ri chiziqli tekis harakat deb ataymiz. Bunday harakatlarni tavsiflashimiz uchun bizga bitta asosiy kattalik kerak bo'ladi. Bu tezlik. Biz o'tgan mavzularimizda tezlik tushunchasi va ta'rifini berib o'tgandik. Umumiy ma'noda aytadigan bo'lsak, tezlik bu jismning ma'lum vaqtda qancha masofa bosib o'tganini ko'rsatadigan kattalik edi, to'g'rimi? Formulasi esa v barobar s taqsim. Bu yerda v tezlik, s masofa, t esa sarflangan vaqt hisoblanadi. Masalan, avtomobil 120 km masofani 2 soatda bosib o'tdi. Bu yerda avtomobilning o'rtacha tezligi topishimiz uchun v barobar s taqsim t, v barobar 120 taqsim 2 teng 60 km taqsim soat ekan. Demak, u 120 km masofani bosib o'tish uchun o'rtacha 60 km tezlikda harakatlanishi kerak bo'ladi. Xo'sh, agar biz tezlikni, vaqtni biladigan bo'lsak, bosib o'tilgan masofani aniqlashimiz mumkinmi? Albatta. Tezlik formulasini bilamiz. Mana bunday ko'rinishda v barobar s taqsim t. Biz uni quyidagi ko'rinishga olib o'tamiz. Ya'ni s barobar v ko'paytirilgan t. Bu bizga yo'lning formulasini beradi. Masalan, poyezd 25 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanmoqda. U shu tezligini 40 soniya davomida saqlab qoldi. Xo'sh, u shu 40 soniya mobaynida qancha masofa topib o'tganini hisoblaylik. S barobar vt. Demak, s barobar 25 ko'paytirilgan 40 teng 1000 metr hisoblanadi. Ya'ni poyezd 1 kilometr masofani bosib o'tgan ekan. Shu sababli to'g'ri chiziqli harakat juda qulay model hisoblanadi. Ya'ni agar tezlik o'zgarmasa, biz jismning kelajakdagi holatini, ya'ni harakatini oldindan tavsiflay olamiz. Bu modeldan GPS tizimida poyezdlarning jadvallarni tuzishda, undan tashqari kosmik apparatlarni ham ayrim hisoblarida foydalaniladi. Endi sizga kichik bir masala beraman. Avtomobil 72 km taqsim soat tezlik bilan to'g'ri chiziqli harakat qilib bormoqda. U shu tezligini 20 soniya mobaynida saqlab qolsa, uning bosib o'tgan masofasi qancha bo'ladi? Videoni shu yerda to'xtatib, hisoblab ko'ring va javobingizni izohlarda qoldiring. Tezlanish va tekis o'zgaruvchan harakat. 2012-yil 14-oktyabr. Avstriyalik parashyutchi Felix Baumgartner taxminan 39 km masofadan sakradi. Sakrashining dastlabki soniyalarida soniya sayin uning tezligi ortib bordi va bir necha daqiqadan so'ng uning tezligi tovush tezligidan ham oshib o'tdi. Bu voqea ko'plab odamlar tomonidan kuzatilgan. Lekin fizikani o'rganar ekanmiz, biz boshqacharoq bir savol beramiz. Felixning tezligi qanday o'zgaryapti? Chunki fizika tezlikning o'zi bilan cheklanib qolmaydi.
tezlikning o'zgarishi ham muhim hisoblanadi. Tasavvur qiling, avtomobil svetoforda turibdi. Hozircha tezligi 0. Ana endi esa haydovchi gazni bosdi. Tezlik osha boshladi. 2 soniyada 10 metr taqsim sekund tezlikka erishdi. Ya'ni 2 soniyadan keyin esa 20 metr taqsim sekund tezlikka erishdi. Va undan keyin 30 metr taqsim sekund tezlikka erishdi. Bu yerda eng muhim narsa qancha tezlikka erishgani emas, unga qanday erishayotganligi hisoblanadi. Tezlikning vaqt bo'yicha o'zgarishiga tezlanish deyiladi. Formula jihatdan ko'radigan bo'lsak, a barobar v minus v0 taqsim t. Tushunarliga, bu yerda a tezlanish, v erishilgan tezlik, v0 dastlabki tezlik, t esa o'sha sarflangan vaqt hisoblanadi. Keling bir misol ishlaymiz. Avtomobil 5 soniyada 0 dan 20 metr taqsim sekund tezlikkacha erishdi. Uning tezlanishi qancha edi? Formulaga qo'yadigan bo'lsak, a barobar 20 minus 0 taqsim 5 teng 4 metr taqsim sekund kvadrat. Demak, tezlanishi 4 metr taqsim sekund kvadrat ekan. Bu nimani anglatadi? Bu avtomobilning tezligi soniyasiga 4 metr taqsim sekundga oshayotganligini bildiradi. Endi eng muhim bir narsani tushunib olaylik. Tezlanish doimo tezlikka qiymat qo'sha bermaydi, ya'ni tezlikning qiymatini oshiravermaydi. Misol ko'raylik. Avtomobil 25 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanyapti va haydovchi tormozni bosdi. Uning tezligi 5 soniyada 5 metr taqsim sekundgacha tushdi. Demak, uning tezlanishini topadigan bo'lsak, a barobar 5 minus 25 taqsim 5 teng minus 4 metr taqsim sekund kvadrat. Bu yerdagi minus ishora harakatning teskariligini emas, tezlikning kamayayotganligini ko'rsatadi. Fizikada esa bunday harakatni biz tekis sekinlanuvchan harakat deb nomlaymiz. Demak, tekis o'zgaruvchan harakatning ikki turi mavjud ekan. Bular: birinchisi tekis tezlanuvchan harakat. Bunda tezlikning qiymati teng vaqtlar oralig'ida teng miqdorga ortadi. Ikkinchi tur tekis sekinlanuvchan harakat. Bunda tezlikning qiymati teng vaqtlar oralig'ida teng miqdorga kamayadi. Ya'ni birinchisida tezlik oshayotgan bo'lsa, ikkinchisida tezlik kamayadi. Ya'ni birinchisida tezlanish musbat edi, ikkinchisida esa tezlanish manfiy. Formulalari yo'lniki mana bunday, tezliklarniki esa mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Demak, tomoshabinlar, bugun videomizda biz sizlar bilan tezlanish va tekis o'zgaruvchan harakat va tekis o'zgaruvchan harakatning ikki turini o'rgandik. Bundan tashqari, biz ularning formulalari, yo'l formulalari, tezlik formulalarini ham ko'rib chiqdik va masalalarni ham yechib o'tdik sizlar bilan birga. Demak, videomiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, kommentariya yozing hamda kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha